Давайте начинаем урок. Ой, sen Umida. Dangasan. Sen uxlagani kelganmisan darsga? Tur o'rningdan. Dangasa. Ha? Shu paytgacha qayerda yuribsan? Ha, yetimchi? Qayerdan kelyapsan, men sendan so'rayapman. Yo'q aka. Yo'q aka yonimga. Nimaga kech kelyapsan? Nimaga kech kelyapsan? Yo, nimaga kech kelyapsan? Yo'q, yurgin. Oyijon, sizsiz qiynalib ketdim. Nega meni tashlab ketdingiz? Meni ham yoningizga olib keting. Iltimos. Menga qara, o yetimchi. Ishlaring qilib bo'ldingmi? Qantes axlatlarni ko'chaga, axlat qutiga tashlab ket. Bo'ldi, siz qimirlar. Dangasa. Umida? Non yeb o'tiribsan? Qani bu yoqqa yurchi. Voy, assalomu alaykum dadasi. Keling. Va alaykum assalom. Umidiga ovqat berdingmi? Ha, berdim. Keyin maktabdan kechroq kelgani uchun ozgina yedi-da, axlat to'kkani chiqib ketdi. Ovqat berdingmi deb so'rayapman. Aytdim-ku, kechroq keldi-da, axlat to'kkani chiqib ketdi deyapman-ku. Shunaqami? Menga qara. Axlat to'kadigan joyda non yeb o'tirgan ekan. Nima? Sen hali meni sharmanda qilib ko'chada non yeb yuribsanmi? A? Menga qara, sen hali non yeb yuribsan ko'chada. A, bu nima qilganing? O'zingni bosdidan. Sen bu yoqqa yur. Nima? Meni ko'chada yoldirmoqchimisan? Ha? Ovqat suzib bergan edim, yemasdan chiqib ketsa ayb menda emas-ku. Aldama, yolg'on gapirma. Yolg'on gapirayotganim yo'q. Shu bolaga g'itmizakka ishonyapsizmi? Ishonaman. Menga qara. O'lgan opamni qizlar. Meni jiyanim bo'ladi. Uni ko'ngliga qarashing kerak. Meni ko'nglimga kim qaraydi? Kim qaraydi meni ko'nglimga? Senga nima kam? Ha, nima kam? Mana shu opamni uyda yashayapsan-ku. Oyijon, men keldim. Sizni hidlab bu azoblarni ozgina bo'lsa ham esdan chiqaring. Qaniydi bir marta ovozingizni eshitsam, sizni sog'indim. Hech bo'lmasa tushimga kiring. Opa, sizga nondan qog'oz olib keldim. Yo'q. Kimlar qo'yib qo'ysa o'tiradi. Oyim uxlayapti-da, chiqqanim sezmadim. Oyim sizning shuncha yillik ko'zlarini tushunmaydi. Lekin men sizni juda yaxshi ko'raman. Gapda bo'lganda o'zim sizni himoya qilaman. Oyijon, sochlarimni chiroyli qilib o'rib qo'yardingiz. Hamma havas qilardi. Eplolmayapman oyijon. Sizsiz qiynalib ketdim. Berchi bitta ko'ring. Vau, chiroyliligini qara. Rangini qara. Kecha oldim. Voy, muncha mazza. Ota-onang senga har doim trenddagi o'zing xohlagan narsani olib berishadi. Chunki men dedim Nozik, har bir narsa ishlatavermayman. Qo'yis qilib nima qilding ko'ylagimni? Yomon chalindi lekin. Kechir, to'xta. Ol qo'lingni, battar qilasan, hiding ham o'tirib qoladi.
Umida, nega o'g'lan ustidan suv to'kding? Boshdan ketdi. Bekorda aytibdi. Yangi telefonimga alam qilib ataylab qo'ygan. Ana, ko'rdingizmi? Nima qilgan? Kechirim so'ra. Yig'ishtir ko'z yoshingni. Bo'l, kechirim so'ra. O'zlashtirishing yetmaganday bu qiliq yoshcha. Cho'kib kechirim so'rasin. Ey! Nega qara? Akang kiyimlari ichkarida turibdi, yuvilgan. O'shalarni dazmollab qo'ygin. Tez bo'l. Eshitdingmi? Esbet. Qachon bo'ldi bu voqea? Bugun Voy, darsingga kir. Dangasa dazmollab bo'ldingmi? Uyingdamisan? A? Haligacha o'tiribsanmi? Qanaqasiga dazmol qilding bularni? Nimaga rangiga qo'yib dazmollamading? A? Tez boshqatdan dazmolla. Taxlab qo'y keyin chiroyli qilib. Yetim bachcha. Jonimga tegib ketdi bu. Yetim. Baba, uyda-yu. Ikkalashib qolamiz. Qilsachi, o'rtoqlarimni o'tirishga ketdilar. Shuni Buncha joni qattiq bo'lmasa bu qizni 18 yoshga to'lmasdan tinchitishim shart. Uy-joy unga o'tib ketsa, nima? Men bolalarim bilan ko'chada qolamanmi? Yo'q. Hech qachon. Buni tinchitishim shart. Guljaxon, darsingni qildingmi qizim? Ha, qildim oyi. Yangi maktab qalay, yoqdimi? Ha, o'rganib ketdim. Trenerim ham juda tajribali trener ekan. Tug'ilgan kuningni nima olib bering? Ko'k shlem bilan perchatka olib bera qoling. Yana sport uchun so'raysan-a? Ko'ylak, tufli so'ra. Ko'ylak ham ko'raman, tufli ham menga emas. O'zi o'g'il bola bo'lib tug'ilishing kerak edi. O'g'lingizman-ku. Mansur, uy vazifangni qildingmi? Tayyorlashga imkon yo'q, ustoz. Tinchlik nima bo'ldi? Adam bilan tog'da edik. Mayli, salom etib qo'yasan-a adingga. Hop. Javon, uy vazifangni olib kel. Shu ham daftarmi? Mana shuni uy vazifa deb olib kelding-da. Bu bilanchi faqat bitta joyga kirish mumkin. Na jildi bor, na yozuv va ahvolni qaralaring. Yo'qotma buni. 2. Ustoz, uy vazifani bajarib kelgan. Ikki qo'yish adolatdanmi? Balki yana dars o'tishni ham o'rgatarsan menga. Nega odam ajratasiz? Mansurning adasi yaxshi lavozimda ishlagani uchun unga 2 qo'ymadingiz. Javlon bajarib kelgan bo'lsa ham unga 2 qo'yasiz. Tekshirmadingiz ham. Aybi otasi yo'qligidan. Sanchi, oilada bittaman deb taltayib ketibsan-a? Onang bilan alohida gaplashishim kerak ekan hali seni. Nimaga bezrayib qarab turibsan? Bor chiqib ket sinfdan. O'qituvchi yoqmasga nimaga o'tiribsan bu yoqda?
Keyingi darsga onangsiz kirmagin, tushundingmi? Yana kimnidir gapi bormi? Qizim, nima bo'ldi? Nimaga kayfiyating yo'q? Oyi, nega odamlar haqiqatda yaxshi ko'rishmaydi? Odamlar haqiqatni yaxshi ko'radi, faqat uni gapirganlarni yaxshi ko'rmaydi. Bu odamlarga xos. Haqiqatda gapirmasa, qanday unga erishish mumkin? Haqiqatni gapirganlar birinchi bo'lib qurbon bo'ladi. Masalan, Masra, Nasimiy, Galileo Galiley, Kopernik, Yangus. Ular haqiqatni gapirgani uchun qurbon bo'lgan. Lekin asrlar o'tib, haqiqat aniq bo'lgan faqat kech. Endi gapirchi nima bo'ldi? Siz bilan qizingiz Guljahonni tarbiyasi haqida gaplashmoqchi edim. Qizingiz uyda ham o'zini shunaqa tutadimi? Uyda u gap qaytarmaydi. Chunki uyimizda adolatsizlikka yo'l berilmaydi. Adolatsizlik deb o'qituvchiga gap qaytarish, kattalarni bir tiyinga olmaslikni nazarda tutyapsiz-da? Qizimni bittagina aybi bor. U adolatsizlikka chidamsiz. Boshqalarni himoya qilib oraga kiradi. Mayli aytib qo'yaman, boshqalarning ishiga qaytib aralashmaydi. Bo'ladimi? Tushunarli. Olmani tagiga olma tushibdi-da. Ketavering. Tug'ilgan kuning bilan qizim. Rahmat oyijon. Sizni rosa sog'indim. Man sog'inibsiz. Oyijon, iltimos, meni ham o'zingiz bilan olib keting.